yoshlarning ko'pi aka deyarli ilmi yo'q, lekin 50 boshi bo'lgan. Na ilmi bor, na umra amallarni yaxshi bilmaydi aka. O'zi tajriba yo'q, nol tajriba. Shunaqa odamlarni ishga olib qo'yishdan aka hojilarimizga ko'p jarima tushib qolyapti. Ya'ni hozir aytib o'tdim-ku, jinoyat deb aka. Jinoyat qilib qo'ysa, qo'yib ochib bo'lib qoladi. U qo'yib to'lanish kerak. Qayerda to'lanish kerak? U qo'yib Makka da to'lanish kerak. Chunki jinoyat Makka da bo'lgan. Hali umra qilib bo'lmasimdan oldin men ehromdan chiqib oldim. Oddiy kiyim kiyib qo'ydim. Yoki soqolimni yulib qo'ydimman, yoki kimgadir men aka, kim bilandir urushib qoldimman. O'sha amallar jinoyat kiradi aka. Endi u narsalarni ilmli inson bo'lsa, tushuntiradi aka. Misol o'tirib qo'y deydi. Hamma guruh yiqqandan keyin sen deydi, bunaqa xatolarni qilma deydi. Bunaqa xatolarni qilsang jinoyat bo'lib qoladi. Bu sen qilayotgan umra amalingga ham shikast yetib qoladi deb tushuntiradi ilmli inson. Makka va Madina haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'ling. Har 10 mingtada bitta umra ziyoratini tekinga beramiz.